Avval xabar berganimizdek, yurtimizda davom etayotgan kitobxonlik haftaligi doirasida Andijon viloyatining shahar va tumanlarida ham turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Hozir shu haqda. Kitobsevar millat shiori ostida keng quloch yoyib borayotgan Respublika kitobxonlik haftaligi doirasida tashkil etilgan navbatdagi ma'rifiy tadbir yurtimizda samarali ilmiy faoliyat olib borayotgan olim professorlarning ilmiy asarlari taqdimotiga bag'ishlandi. Mazkur tadbirda Andijon davlat universiteti hamda Andijon viloyati tarix va madaniyat muzeyi olimlari, O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi harbiy xizmatchilari, shuningdek Andijon pedagogika texnikumi o'quvchilari faol ishtirok etdilar. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan mualliflarning yillar davomidagi izlanishlari mahsuli bo'lgan ilmiy asarlari mazmun mohiyati atroflicha yoritib berildi. Ayniqsa adabiyotshunoslik sohasidagi yangicha yondashuvlar, milliy adabiy merosni tadqiq etishdagi ilmiy yutuqlar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Shuningdek, tadbirda jadid ma'rifatparvarlarning hayoti va ijodiga alohida e'tibor qaratildi. Ishtirokchilar andijonlik fidoyi olimlar tomonidan jadidchilik harakati va jadid adabiyotni o'rganish borasidagi salmoqli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilganligi va arxiv manbalariga tayangan holda qatag'on qurboni bo'lgan yuzlab shoir va adiblarning boy ma'naviy merosini tiklash, ularning nomini xalq xotirasiga qaytarish yo'lida ulkan va zahmatli mehnat qilinayotganligini ta'kidladilar. Bunday tadbirlar nafaqat ilm-fanni targ'ib qilish, balki yosh avlod qalbida kitobga muhabbat, milliy merosga hurmat va ilmiy izlanishlarga qiziqish uyg'otishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilm va ma'rifatga oshno jamiyat esa shubhasiz taraqqiyot va yuksalish sari dadil qadam tashlayveradi. Kitobsevar millat shiori ostida davom etayotgan Respublika 6 festivali haqida navbatdagi lavhalarimizda ham davom etamiz.